toksik allergik deymiz. O'zini organizmi bormi, o'zini bizga kerakli narsa o'ziga hujum qilyapti. Organizm o'ziga hujum qilyapti. U bizga kerak emas, endi o'sha olib tashlash kerak. Sotqin bo'ldi hisob qilamizda. U bo'g'imlar og'riydi-yu mana. Bemorlar ko'p bemorlar bo'g'imim og'riyapti deydi. Yuragim sanchyapti deydi. Revmatologga borsa, revma probalari baland bo'ladi. Revmatologlar revmatologiz kasalligi bor deb qo'yadi. Ya bo'lmasam kardiologlarda klapanlarda yetishmovchiliklar bor deyapti. Ko'rsatmalar o'zi. Bemorda shikoyati, ko'rganimizdagi, keyin mana mutaxassislarni hammasini jamlab turib oldirishga tavsiya beriladi. Anginasi og'rib, shunchaki og'rib qoladi. Lechena qilasiz, muolaja qilasiz, yaxshi bo'lib qoladi. Tomoqdagi qizarishi ham, ishishi ham, kiringlagan holatlar ham yo'qoladi. Unda olib tashlamaymiz, u kerakmas. Chunki ovqatlanganda, bir suv ichib, bir mahsulotlar yeganda haligini zararsizlantirish xususiyati bor angina.